Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Sizlar Mengli Foral kanalini ko'ryapsizlar. Hozir Nishon Gris yo'lida beton stalbaga 4 ta noqonuniy radar qurilmasi o'rnatilgan, kamera qo'yilgan. Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 21-aprel 232-sonli qarorining 2-ilovasi bo'yicha umumiy texnik shartlar 4 ta holat bo'yicha xullas kelam 6 metr yuqorida joylashgan kamera faqat temir stalba, beton stalbaga emas, temir stalbaga qo'yilganlar qonuniy deb e'tirof etiladi. Unga jarima to'lashga hech kim majbur emas. Beton stalbaga ko'rsatilgan. Mana hozir hammasini qo'yib beraman. Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Mana yana bitta Nishon Gris yo'lidagi beton stalbaga qo'yilgan. Qachon bular temir stalbaga radar qo'yiladi? Mana qarang. Ko'ryapsizlarmi? Xalqim nima deysizlar mana? Qo'yilgan qarang. Beton stalba. Mana betonkalarda qo'yilgan radarlar. Ko'ryapsizlarmi? Betonkada. Mana ikkinchisi. Vazirlar Mahkamasini qarori bo'yicha hammasi temir ustunga almashish kerak. Lekin bilmadim bizning mamlakatimiz qachon bunday narsani o'ylab ko'radi. Pastdagilar buni o'ylab ko'radi. Qachon temir ustunga qo'yiladi bu? Buning uchun o'zi haydovchilar hech qanday jarima to'lamaslik kerak, lekin jarima kelyapti har bir insonning uyiga. Mana yo'llarni qarang. Mana Nishon Gris yo'llari.